Bir yahudiy musulmonni o'z uyiga mehmonga chaqirdi. Mehmonga uzum qo'ydi. Musulmon uzumni yedi. Keyin yahudiy unga xamir, mast qiluvchi ichimlik keltirdi. Musulmon xamirni ichmadi. Yahudiy mazax qilib, "Siz musulmonlar juda g'alatisizlar. Uzumni halol deysizlar, xamirni harom deysizlar. Vaholanki bu xamir shu uzumdan tayyorlanadi-ku" desa bo'ladimi? Shunda musulmon yahudiydan "Xotining bormi?" deb so'radi. U ha deya javob qildi. "Chaqir xotiningni." Yana musulmon undan "Qizing ham bormi?" deb so'radi. U ha deya javob qildi. "Qizingni ham chaqir" dedi. Keyin yahudiyga qarata, "Ko'rmaysanmi? Alloh senga xotiningni halol qilib, qizingni harom qildi. Vaholanki qizing xotiningdan tug'ilgan" desa bo'ladimi? Nima qilishini bilmay, bu holatga tushib qolgan yahudiy ko'p o'ylab o'tirmay, shu ondayoq islomni qabul qildi.